Salam dostlar, bugün yine inşuda yarım plan cayla bayken sulana düşürmeye geldik. Bu yarım plan caylanı geldiğimi asla görsətəmiz emmirini. Yani taraflar əli remote bol tuttu emmiri. Proletariyat tılına deken, elde taraflar taklap verilene deken çaylar işlerəm aboy boladı, natörjni boladı. Çok güzel boladı. Az girip danışasla xudaqlaza. Halları hem mesela çıraylarken eğer makul olsa xudaqlasa gelip görüşləriniz mümkün boladı. Yine hazır sizlər elde tərəf həm yerini görsətəmiz. İş görüb duğa yerləriniz yine elde tərəf 2 dana cay. İş 2 dana cay xudaqlasa qaysı yaxşı ala verəsizlər. Az qalan məlumatlarla danışdırarız içəndən girib. Yine dostlar gördüğünüzün yarım planla 2 cayonlu 2 etaja salınğan. Bu öyün adresi Urgenç şəhəri Sadat Toyxanası yanında. Hazır yine bir yandan danışamız. Gördüğünüzün 2 etajda yani remont болып turibdi ekan belli. Bitken xanalarımız ham bor. Belli aboylanıp natyorniy patologlar koyulup tayyorlatib beriladi ekan. Yine bu xonamiz bitib turibdi ekan. Demek beni umumiy maydoni necha kvadrat uyni? Umumiy maydoni 170. 170 kvadrat ha? 170 metr kvadrat. Keyin gaz, svet, kanalizatsiya, suv hamma narsa bor. Bu joylar demek to'liq tayyorlatib topshiriladi egasini. Yana bir baniyimiz, bitta qarangliroq, shunda fonarik bormi? Lamşa qısırayızmı? Bo'ldi asa, bu yoqdan olib turamiz hozir. Lampochka qistirib bersalar, undan olamiz. Yo'q. Bu spalnyamiz ekan bu. Bu kuxnyamiz, yani oboy bosilib, pol patolog. Onda yarım belden kafel bosilgan kuxny naborlar uchun. Отопление ham bu yerda tayyor bo'lib turibdi. Hamma uy isi dim ajoyib nada. Bu kuxnydan to'g'ri bog' tarafına chiqadigan eshikimiz bor ekan. Endi shar joyi uchun yomon emas. Yozni kuni karavat koyup bemalol natib o'tirsa bo'ladi ekan. Bu yerda kotelniyamiz. Toza kotyollardan zavodskoy garelkalardan bizning kanaldan boradi bu garelkalarning nalari videosi. Toza zamonaviy ekonomik garelkalardan qo'yilgan. Tak, birinchi etajimizda bir spalni, bir kuxni, bani tualet, zalimiz bo'ldi axir. Endi ikkinchi etaja yine bu dağlanımız. Bu yerda umuvalnik bo'ladi ekan. Bir aboyatiladi ekan общий. Hozir aryan taraf ikkinchi yarım planımız deyarli berniki kraskalar aboylanib turibdi ekan. Shu andan bir xata olamiz. Berali dağlana bo'ldi izimay. İkinci etajga ko'tarilsak havoza patologning görünüşü. İşxonadan başlayacağız. Bu ne bu zal mı bu? Bu zalımız ekan bu.
Kanalımızın görünüşü. Eşiklerimiz hem taze MDF eşiklerden zamanəvi. Birimiz spalni oxşaydı. Ben o spalnimədi. Spalnimizin nəsi? Anda aboylarımızdan buradayken hələ basılışı gerek var. Yine bir ikinci spalnimiz bu. Yerem teyar eken. Bunda tuvalet banyomiz ekan bu birinchi etajda. Kafildan turibdi ekan. Потолок натяжный bo'ladi axir. Натяжный aytiladi. Bu den razmerlarini 2 metre 3,5 metre. 2 metre 3,5 metre ekan men razmeri. Bu yerda vanna, tualetlar, unitazlar narsa qo'yiladi axir. O'rnatib beriladi. Do'stlar, bu birinchi namiz, yarim planimiz. Endi ikkinchi yarim planimizni ko'ramiz. Bunda biroz o'zgarishlar ko'proq. Endi dalan ham aboy bosilgan ekan. Yana bu dalanning aboyi aynan tarafimizda bosilmagan dalanda. Keyin patolog ham fon urilgan bu yerda. Garajda bir xil deyarli bir xil axir ikki plandan narsa. Razmerlarimiz bir xil shu narsam shu remont ham bir xil. Dizayn ham bir xil, ha? Dizayn endi sal farq etadi, lekin nodasan aboylarni rangida farqi bor. Ha, aboylar rangida. Boshqa hamma narsasi bir xil. Ha, tushunarli. Belni razmeri nechadir belni? Belni razmeri 5,5 metr. 5,5 metr bu zal eshi skraynikini bu oldi tarafında bor. Hamma narsasini. Endi o'sha to'g'ri döşab o'tiriladigan deb tayyorlab beriladi. Birimiz hali aboylar bosilmagan ekan. Lekin bu yerda натяжной потолок atiladi. Tak bu banyimiz arka taraf bilan bir xil. Kafillari. O'tirarsizlar bir hada olib boramiz shunasi. Bu yoqda kuxnya. Yarim beldan bedam kafil bor. Отопление deshanda bog'am bor belni. Şu ikinci yarımdan arkanali. Bunda kotelimiz. Eğer kızıttırgan bolsa ekranlarda telefon nomerli oladı. Bemalol shu telefona murojaat etib aniqroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Hozir biz ikkinchi etajdan bir qator ko'ramiz bernikini. Ikkinchi etajda hamma xona bitib turibdi. Yali bitmaganlar ham bormi? Hamma xona bitgan bo'lsa, farqini ko'ramiz. Farq bo'lib turibdilar bu yerda. Demek bu joylar ikkisi ham to'liq bitgandan keyin qabul etib olinadi. Sotib olgan egasi qabul etib oladi. Yani birimizni görünüşü oladi shunday. Patolog
sarı svetda, shunga podsvetini sarı svetdagi oboy. Keyin bunda zalimizni ko'ramiz bir. Ikkinchi etajdagi zalimiz fon bo'ladi ekan bu. Berni razmeri nechadir? Pastdagi bilan bir xilmadi? 7,5 metr. Bu ulug'roq zalimiz ekan, 7,5 metr, 3,5 metr, shestkrannikimiz bor. Bir laminat bo'ladi, pol, hozir remont bo'lib turgani uchun. Eng oxirida atiladi ahvol. Eng oxirida Eng oxirida laminatlar qo'yiladi ekan. Keyin biz spalnimiz, bu ham fon atilgan ekan. Bu kichkina spalnimizni, hozirgi kelgan spalnimizni razmeri 3,5 metr. Yana bu spalnimizni razmeri nechadir? 4,63,5. Ulli spalnimiz 4,60 metr. Xullas bo'ylab to'liq bitirilib, egasini topshiriladi. Ko'rib turganlaringizdan ko'cha tarafimizda kanalizatsiyani o'tirish ishlari bo'lib turibdi ekan. Kanalizatsiya nasib vodoprovodlar уже ulangan hammasi. Только kanalizatsiya remont etilib turibdi. Yana tashqi ko'rinishi bir nasi ko'chasi travertin atiladi ekan. Travertin atib sokolni plitkalar bosiladi. Sokolni plitkalar bosilib, birna steshga atiladi. Steshga atilib, to'liq tayyor etib beriladi ekan. 320 million so'm bahasi. Bemalol ekranlaringizdagi nomerlari murojaat etaverasizlar.